Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan, go'zal bir ob-havo ostida Adiblar xiyoboniga keldik. Bundan maqsadimiz bu yerga dam olish uchun keluvchi yurtdoshlarimiz va qolaversa boshqa bir mehmonlar, turistlar bilan qisqa bir adiblar haqida so'rovnoma o'tkazib, hamda mana bu maxsus shahzodaning hayot va ijodini qamragan ma'lumotnomalarni ular bilan ulashamiz. Ha bo'lmasam qani ketdik. Assalomu alaykum. Biz Toshkent davlat transport universitetida o'qiymiz. Hozir maxsus shahzoda hayot va ijodini targ'ib qilish bilan bu Adiblar xiyoboniga kelgandik. Xo'p, maxsus shahzoda aslida ozarbayjonlik. Bu kishini tug'ilishi ham, ulg'ayishi ham Ozarbayjonda bo'lishiga qaramasdan, shu 1928-yildan to umrining oxirigacha bizning yurtimizda qolgan. Asosiy ijod faoliyati ham yurtimizda bo'lgan. Hattoki maxsus shahzodani eslanadigan u yerda haykali bor. Bunday maxsus shahzodani bu darajalarga erishtirgan narsa o'sha o'zining salohiyati, ilmi va falsafiy asarlarga falsafiy yondashishi. She'rlarni ham, asarlarni, dramalarni ham o'qib ko'radigan bo'lsak, hammasida bir chuqur ma'no borda. Xo'p, maxsus shahzodani mashhur qilgan dramalar shu Mirzog'ulbek dramasi, Jaloliddin Manguberdi dramalari. Bu ulamolarimiz haqida birinchi bo'lib o'sha maxsus shahzoda yozgan. Bizni haqiqiy tariximiz, ota-bobolarimiz kimligini chiroyli bir asarda keltirib o'tgan, bizni tarixiy joylarimiz haqida ham nima deydi, go'zal holatda tasvirlagan, badiiy tasvirlagan hisoblanadi. Bo'lmasam sizlarga mana bu kitoblarni ulashsak. Besabab emaski, bobomiz Abdurahmon Jomi va Alisher Navoiy azaldan shogird va ustod bo'lgan. Men o'ylayapmanki, bu turgan shoirlar hammasi ularni davomchisi. Merosiga top bizgacha olib kelgan shu shoirlar bo'ladi. Men bugun juda ham xursandki, Tojikistondan, Zafarobod tomonidan keldim. Xaridorchilar bilan shu xiyobonni ko'rdim va yana qalbim, ishqim tojik va o'zbek she'rida rasoyan ziyod bo'ldi. Kim qachon she'rini jo'ran eng yaxshi ko'rgan artistim bugun qo'shni qishloqqa kelin tushdi yor yor bexondan she'rهای o'zbeki men go'sh kardim berdim همین شعر من باید ازیاد کردم در کار. برای همین عبدالرحمن جامی علیشیر نوایی شعر هست که بابا علیشیر نوایی babamız aytadilar. Qamishli tavozu peşip qilsan hamçu bedin majnun bed qamishni ko'rmadingizmi bosh ko'tardi buryo bo'ldi. Keyin ularni ustodi Abdurahmon